Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Har bir jamiyatda insonlar orasida birdamlik bo'lsa, hamjihatlik bo'lsa, ittifoqlik bo'ladigan bo'lsa, bu jamiyat gurkaydi, yashnaydi. Bu jamiyat taraqqiy topadi. Agar jamiyatda insonlar o'rtasida parokandalik, kelishmovchilik va ziddiyatlik bo'ladigan bo'lsa, bu jamiyat albatta zavolga qarab ketadi. Ana shu jamiyatda insonlar orasidagi birdamlikni, hamjihatlikni, yakdillikni ta'minlaydigan asosiy omillardan biri bu ham bo'lsa bag'rikenglik tushunchasi. Dinimiz, shariatimiz bizlarni bag'rikenglikka undaydi, hamjihatlikka undaydi. Alloh taolo Hujurat surasining 13-oyatida shunday marhamat qiladi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallohi atqakum innalloha alimun khabir. Ey insonlar, biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Va sizlarni turli-tuman elat va qabilalarga bo'lib qo'ydik. Bir-birlaringizni tanimoqlaringiz uchun. Alloh taoloning nazdida eng mukarramlaringiz taqvodorlaringiz. Alloh taolo har bir narsani bilguvchi va hamma narsadan xabardor zotdir deb Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Demak, bizning aslimiz bir, naslimiz bir, Odam alayhissalom va Havodan yaratilganmiz. Va Alloh taolo bizlarni turli-tuman millat va elatlarga bo'lib qo'ygan. Bir-birlarimizni tanimoqlik va bir-birlarimiz bilan munosabat va muomalat qilmoqlik uchun. Allohning nazdida eng mukarramlarimiz taqvodorlarimiz ekanligini Alloh taolo bizlarga uqtiryapti. Xuddi shunday dinimiz millatlar orasida, dinlar orasida bag'rikenglik munosabatda bo'lishlikni bizlarga undaydi. Xoinki qaysi bir millatdan bo'lishidan qat'iy nazar bag'rikenglik siyosatida, qaysi bir din bo'lishidan qat'iy nazar bag'rikenglik siyosatida bo'lishlikni undaydi. Alhamdulillah, bugun yurtimizda ham ana shunday siyosat, ana shunday tushuncha xalqimizga singib boryapti. Bugun yurtimizda 130 dan ortiq millat va elatlar yashaydi. 16 ta diniy konfessiya mavjud bo'ladigan bo'lsa, bular o'rtasida bag'rikenglik tamoyillari bilan munosabat va muomalat qilinyapti. Asr saodatga qaytadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bag'rikenglik siyosatini yurg'izganlar. Madinaga hijrat qilib kelgandan keyin Madinada musulmonlardan tashqari boshqa din vakillari ham bor edi. Ular bilan birdamlikda, hamjihatlikda yashash siyosatini Rasululloh ilgari surdilar. Va aytdilarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ala man zalama muahidan aw intaqasahu aw kallahu fawqa ta'atihi aw akhadha minhu shay'an bighayri tibi nafsin ana hajijuhu yawmal qiyamah. Kim bir ahdlashgan ahli kitobni ga zulm qiladigan bo'lsa, uni haqqini tortib oladigan bo'lsa, uni toqati yetmaydigan narsani unga yuklaydigan bo'lsa, uni o'z roziligisiz undan bir narsani sug'urib oladigan bo'lsa, qiyomat kuni men o'sha odamning husumatchisi bo'laman dedilar. Qarang, payg'ambar alayhissalom qanchalik bag'rikenglik siyosatini yurg'izdilar. Hatto qo'shinlari Yahudi bir bola betob bo'lib Rasulullohning yonlarida yurgan, Rasulullohning atrofida yurgan bir Yahudi bola betob bo'lib Rasululloh uni ziyoratiga kirdilar. Uni ziyoratiga kirib payg'ambar alayhissalatu vassalom oxirgi damlarida kalima la ilaha illallohni aytishligiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishora qildilar. Haligi bola payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning lutfu marhamatlaridan kalima la ilaha illallohni oxiriga aytadigan so'zi la ilaha illalloh bilan mana shunday dunyodan ko'z yumdi. Bu mana shu payg'ambar alayhissalomni boshqa din vakillariga ko'rsatayotgan g'amxo'rliklari va mehribonliklari edi. Albatta biz ham bugungi kunda jamiyatimizda yashar ekanmiz.
atrofimizda turli millat va elatlar, turli din vakillari bo'lishligi bilan bir qatorda ular bilan bag'rikenglik siyosatida bo'lmoqligimiz kerak bo'ladi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rashganda, "Ya Rasululloh, ayyul islami xayr?" Ya Rasululloh, kimning islomi go'zal deganda, al-hanafiyatus samha. Ya'ni mu'tadil bo'lgan va bag'rikeng bo'lgan insonning islomi go'zal dedilar. Ana shunday islomi go'zal, chiroyli musulmon bo'lib hayot guzaronlik qilmoqligimizni Alloh hammamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.